Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zgidromet tomonidan 1-5 noyabrgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasida amal qiladigan ob-havo yangiliklari haqida ma'lumot berib o'tildi. Batafsil videoda. Diqqat! O'zgidromet tomonidan 2-5 noyabr kunlaridagi ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati havo o'zgaruvchi bo'ladi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Faqat 3 va 4 noyabr kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartiradi va shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati 2 noyabrda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 15-20 gradus bo'ladi. 3 va 5 noyabrda kechasi 3 gradus sovuq, 2 gradus iliq bo'ladi. Kunduzi 7 gradus va 12 gradus iliqgacha pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchi bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo faqat 3 va 4 noyabr kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati 2 noyabrda 4-9 gradus iliq, kunduzi 17-22 gradus bo'ladi. 3 va 5 noyabr kunlari kechasi 2 gradus sovuq, 3 gradus iliq bo'ladi. Kunduzi 10-15 gradusgacha pasayadi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida havo harorati o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 4-noyabr ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'ishi mumkin. 5-noyabrda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Havo harorati 2-noyabrda 6-11 gradus, kunduzi esa 15-20 gradus bo'ladi. 3 va 5-noyabr kunlari kechasi 0-5 gradus iliq, kunduzi esa 8-13 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 4-noyabr ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati 2-noyabrda 6-11 gradus bo'ladi, kunduzi 19-24 gradus bo'ladi. 3 va 5-noyabr kunlari kechasi 0-5 gradus, kunduzi 12-17 gradusgacha pasayadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 4-noyabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 5-noyabrda ayrim joylarda esa tuman tushishi mumkin. Havo harorati 2-noyabrda kechasi 6-11 gradus, kunduzi esa 17-22 gradus bo'ladi. 3 va 5-noyabr kunlari 0-5 gradus iliq bo'ladi, kunduzi 8 va 13 gradusgacha iliq pasayadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2-noyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 3 va 5-noyabr kunlari ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 5-noyabr ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Havo harorati esa 2-noyabrda 2-7 gradus iliq, kunduzi 12-17 gradus iliq bo'ladi. 3 va 5-noyabr kunlari 2-7 gradus sovuq bo'ladi, kunduzi esa 3 gradus sovuqdan 2 gradus iliqqacha kuzatiladi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va video roliklarimizga like bosishni unutmang.